Bugun sizlarga juda oddiy, lekin ajoyib tuzlangan karam retseptini ulashmoqchiman. Karamlarimizni bir sidira barglaridan tozalab olib, ikkiga bo'lib, o'rtasidagi o'zagidan uzmasdan parrak qilib kesib olamiz. Idishimizga iliq qaynamagan suv quyib, ustiga tuz solib, tuzlarni eritib aralashtiramiz. Gullagan ukrop shoxlari tuzlamaga yoqimli ta'm beradi. Parrak qilib to'g'ralgan karamlarimizni tuzli suvimizga bostirib taxlaymiz. Karamlar ustiga suvga botirilib turguncha suv to'ldiramiz. Ustidan og'ir narsa bostirib, xona haroratiga 3 kunga qoldiramiz. 3 kundan keyin tuzlamamizning suvi xiralashib qoladi. Suvidan karamni ajratib, karam oralarini va ustilarini muzdek suvda chayib tashlaymiz. Bu tuzlamani tayyorlash juda oson, natijasi juda yoqimli, xushxo'rgina bo'lib, yoqimli tuzlama chiqadi. Bu karamni tuzlashga bulg'or qalampiri, ozgina achchiq qalampir, sarımsoq piyoz, tuz, murch va lavr barglaridan foydalandim. Dasturxonga tortganimizda hamma yo'lga sochilib ketmasligi uchun blenderda bir ko'rinishga keltirib oldim. Sabzavotlarga ozgina suv qo'shib yuborsa, blenderda maydalanishi juda oson bo'ladi. Tayyorlab olgan massamizni karamlarimizni ich chetiga surib, ustidan lavr bargi va murchni sepib, qavat qilib taxlaymiz. Sizlar ham men ko'rsatgan usulda karam tuzlasanglar, pulinglarni ancha tejaysizlar, oilaviy byudjetga foyda keltirasizlar. Masalliqlarni ustma-ust taxlab olgandan keyin ustiga qattiq narsa bostirib 2-3 kunga xona haroratiga qoldiramiz. Bu tuzlamani usti yopiq idishga solib, muzlatgichda saqlashimiz mumkin. Siz ham tayyorlab ko'ring. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Menga obuna bo'ling. Video yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashib qo'ying.